Assalomu alaykum barchaga, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli obunachilar va hurmatli yangi kanalimizga qo'shiluvchilar. Sizlar bilan mana bugun ikkinchi kunni boshladik. Bugun sizlar bilan birgalikda Xudo xohlasa yanada ham qiziqarliroq, yanada ham sifatliroq darslar o'tishga harakat qilamiz. Unday bo'lsa biz boshladik. Bizni esa kuzatishda davom eting. Bugun sizlar bilan qaysi mavzuni o'tamiz? Bugun albatta o'sha present continuous. O'tgan darsda aytib o'tganimizdek, aytgancha, agarda siz o'tgan darsdagi videolarni ko'rmagan bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'ling, like tugmasini bosing, agar fikringiz bo'lsa kommentariyada yozing va undan tashqari do'stlaringizga ham ulashishni unutmang. Present simple mavzusi va boshqa darslar undan tashqari professional test tahlillarini kanalimizda topishingiz mumkin. Present continuous o'zi nima? Grammatik strukturalar, ya'ni uning darak, so'roq yoki tasdiq, inkor, savol shakllari, ing qo'shish qoidalari, ya'ni spelling rules qachon ishlatishimiz mumkin va hayotiy qo'llanishlar bilan birgalikda imtihonda, ya'ni IELTS qo'llanish holatlari. Va bugun dars rejamiz mana shu mavzularni o'z ichiga oladi. Present progressive deyiladi yoki present continuous. Biz bilamiz, mana shunday nomlari bor. Ko'pchilik kitobda mana bu present progressive shaklini ham beradi. Hozirgi davomiy zaman, ya'ni present continuous qanday ishlatiladi va qanday qilib ishlatiladi, keling qisqacha mana shularni ko'rib chiqamiz. Birinchi ishlatilishi bu ayni damda hozirda sodir bo'layotgan harakatlar, vaqtinchalik holatlar, o'zgarayotgan vaziyatlarga ko'proq ishlatiladi. Eng asosiylari o'zi mana shular deb aytsak ham bo'ladi. Juda ham o'rganishga oson va esda qolishga oson mavzulardan biri hisoblanadi. Asosiy formulasi, ya'ni how do we form present continuous? Ya'ni present continuous qanday qilib yasaymiz? Ya'ni ega, to be fe'li, verb, ing. Aynan mana shu narsalar bo'lsa, demak eng sodda gapni tuza olamiz. I'm working now. Men hozir ishlayapman. I am watching a video from YouTube channel called Rocket English. Men Rocket English deb atalgan kanalda video tomosha qilyapman. Taxminan mana shuni yasaladi. Tasdiq gaplar yoki bo'lmasa biz bilamiz pozitiv, ya'ni darak gaplar yasalish. I am working, I'm working. Qisqartma shakllarida apostrof belgisi qo'yiladi, o'sha tutuq belgisiga o'xshaydi bizga. Va o'sha qo'shimchalar, umuman olganda qo'shimcha deb bo'lmaydi, yordamchi fe'llar, ya'ni to be fe'lidagi unli tovushlar ko'proq tushib qoladi. Va e'tibor bering, I am, I'm, you are, your, he is, his, she is va hammasida mana shu tushib qolyapti. Keling bir-bir o'qib chiqaylik, yaxshisi. You are studying, siz o'qiyapsiz, o'rganyapsiz. He is reading, u o'qiyapti. She is cooking, u pishiryapti. It is raining, yomg'ir yog'yapti. We are watching, biz tomosha qilyapmiz. They are playing, ular o'ynashyapti. Mana bu qisqartma shakllaridagi qisqacha ko'rinishi va mana bunga qarab esda qolsak ham bo'ladi. Deyarli hammasi mana unli tovush tushib qolyapti. M da A, R da ham A va is da I tushib qolyapti. Qisqartma shakli juda ko'p ishlatiladi. Shuni yodingizda tutganingiz yaxshi. Inkor gaplar, I'm not working. Bitta qisqa o'zgarish bo'ladi, ya'ni not. Bittagina not. Men ishlamayapman. You are not listening. Siz eshitmayapsiz. He is not sleeping. U uxlamayapti. She is not coming. U kelmayapti. It isn't working. U ishlamayapti. We are not eating. Biz yemayapmiz, ya'ni tanovul qilmayapmiz. They are not studying. Ular o'rganishmayapti, o'qishmayapti. She isn't working today. U bugun ishlamayapti. Qisqartma shakllari yana o'sha qoladi va bitta not qo'shilyapti. Mana shunga e'tibor bo'lamiz. Qisqartma shakllarida faqat mana bu notda o tushib qoladi, yana unli tushib qolyapti. Mana shu holat. Endi bo'lsa keling, faqat bu qoida qismiga emas, parchalar ko'ramiz. Bir ikkita va siz mana bu qismida nimani tushundingiz videolarda? Man, please, better than Chef Boyardee ain't. Chill out, bro. I ain't plant that shit. Agar nimanidir sezgan bo'lsangiz, bu yerda mana bu shakl ko'p ishlatilyapti, ya'ni ain't. I ain't plant that shit. Man, please, better than Chef Boyardee ain't. Chill out, bro. Ain't bu mana bu Merriam-Webster lug'atidan olingan parcha, rasm. Aytilyapti,
am not, are not, is not. To be fe'lini shakllarida hammasi o'rnida ishlatiladi. Ain't. He ain't, she ain't. Hammasida ishlatiladi. Informal ekan. Ya'ni ko'cha tilida ishlatiladi. Endi rasmiy yozishmalarda uncha ko'p ishlatilavermaydi. Agar yozishmalar ham agar chatlar bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zimiz do'stlar o'rtasidagi yozishmalar bo'lishi mumkin. Ana shunda ishlatsak bo'ladi. Lekin umuman olganda yana speaking imtihonga yoki writingga kirib ain't deb yozsak bu nomaqbul bo'ladi. Ya'ni to'g'ri kelmaydi. Have, has, not. Mana bu yerda have'ni ham o'rnida ishlatilishi ko'rsatilyapti. They ain't left yet. Ya'ni ular hali ketishgani yo'q. Present perfect o'rniga kelyapti. The poor year's eyes could be cured. I ain't a doubt. Menda hech qanaqa shubha yo'q bo'lyapti. Va Afro-Amerikan ingliz tilida past simple, ya'ni didni o'rnida ham kelishi mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin. You ain't pick up the phone. Agar anaqa kinolarda e'tibor bergan bo'lsangiz, qora tanli Amerikaning aholilari, mana shu odamlar, ayniqsa qo'shiqlarda, anaqa kinolarda ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa nutq ishlatadi unday. Anaqa qisqartirish, taxminan mana shunga o'xshash bo'ladi. Bu faqat inkorda bo'lyapti. Mana shu narsaga e'tibor bering. Ya'ni ain't biz darakda emas, inkorda ishlatilyapmiz. Ana shunga e'tiborli bo'lasiz. Va yana mana bu nima deydi? Authentic parchalar, ya'ni hayotiy parchalar. Bularni ham tomosha qiling. You ain't got nothing to say I want to hear. Yeah, well, I ain't never seen a bird fly so high I don't have to come down sometimes. Va bizda savol turlari, present simple darslarda ko'rgan edik. Yes no question bor va WH question bor. Biz mana yes no question dan boshlaymiz. Agarda yana eslatib o'taman, kanalga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling, like bosing, do'stlaringizga ulashing, fikrlaringiz bo'lsa albatta izohlarda yozib qoldiring. Videoni iloji boricha to'liqroq ko'rishni tavsiya etaman, sababi videoni qanchalik oxirigacha ko'rsangiz, siz shunchalik ko'proq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Darslarimiz to'laqonli bepul va undan tashqari, xudo xolasa, o'zimizda kurs platformamizni ishga tushiramiz. Ana shu kurs platformamizda bemalol mashqlar bilan birgalikda o'zingiz xohlagan tezlikda o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Yes no questions, ya'ni yordamchi fe'llar, to be fe'li, umuman o'zi yordamchi fe'llarning egadan oldinga o'tishi orqali yasaladi va o'zbek tilida so'roq yuklamasi me, ya'ni keldingmi, qildingmi kabi o'sha me yuklamasi qo'shiladi. Am I doing this correctly? Men bu ishni to'g'ri qilyapmanmi? Ya'ni ha yoki yo'q javob beriladi. Are you coming with us? Siz biz bilan birga kelyapsiz, boryapsizmi yoki kelyapsizmi? Shunga o'xshash. Is it working today? U bugun ishlayaptimi? Is she sleeping? Uxlayaptimi? Is it raining? Yomg'ir yog'yaptimi? Are we leaving now? Biz hozir ketyapmizmi? Are they studying? Ular o'rganishyaptimi, o'qishyaptimi? Demak, hammasiga ha yoki yo'q javob beriladi. Va eng muhimi, bularga odatda qisqa javob beriladi bu savollarga. Agar ha bo'lsa yes I am, ya'ni bu yerda to be fe'li mos ravishda ishlatiladi. Ya'ni va ega ham, masalan, savol berilganda are you deb aytsak yes you are deb qo'ya olmaymiz-ku. Ana shunaqa narsani nazarda tutib, to'g'ri, bu unchalik qiyin emas, lekin aytib o'tishim kerak bo'lgan bir muhim jihatlardan biri hisoblanadi. Agar yo'q bo'lsa no I'm not. Qisqartirib yozilyapti. Bu narsaga aytib, no I am not emas, no I'm not. Yes you are, no you aren't. Yes he is, no he isn't. Yes she is, no she isn't. Be fe'li so'roqqa basaganda eganing oldiga chiqadi. Oddiy qoida. WH bo'lganda nima bo'ladi? WH bo'lganda faqatgina o'sha WH question, ya'ni information question deb aytiladi. Yana bu yerda aytib o'tib ketishim kerak. Agar o'sha information question yoki bo'lmasa WH questionda bittagina so'roq olmoshi to be fe'ldan oldinga qo'yiladi. Boyagi so'roq gap mana shu holatda qolaveradi. What are you doing? Nima qilyapsiz? I'm reading book. Men kitob o'qiyapman. Bu yerda e'tibor berishingiz mumkin. To'liq javob berilyapti. Ha yoki yo'q emas. Where is she going? U qayerga ketyapti? U qayerga ketyapti? She's going to the supermarket. Supermarketga ketyapti. Why are they laughing? Ular nega kulishyapti? They are watching a funny video. Ular kulgili video tomosha qilyapti. Va boshqalar. Mana bu misollarni ko'rishingiz mumkin. Mana pastda bo'lsa formulasi WH, MSR, ega va
ing. ingni qo'shish qoidalari. Aniqroq aytadigan bo'lsak, spelling rules. Ya'ni spelling rules bu imlo qoidalari desak ham bo'ladi. Ya'ni to'g'ri yozilishi, to'g'ri qo'shilishi, nimalardir, ya'ni tovush o'zgarish hodisasi bo'lishi mumkin. Qaysidir harflar tushib qolishi yoki ikkilanishi mumkin. Ikkilanish bu oxirgi o'sha tovushni ikkitaga ortishi, ya'ni bitta tovush ikkita bo'ladi. Ko'pchilik fe'llarga shunchaki ingni o'zini qo'shib qo'yamiz, ya'ni work, working, do, doing, play, playing. Ammo tovushi bilan tugagan, silent letter bo'lgan, silent sound, ya'ni silent letter ya'ni o'qilmaydigan bo'lsa, ya'ni making yoki boshqalarida taking, mana shular ekan ko'proq ingda qo'shilganda tovushi tushib qoladi. Unli undosh bo'lib kelganda va bir bo'g'inli, qisqa bo'g'inli bo'lganda oxirgi tovush ikkilanadi. Ikkilanadi deganimiz boya aytganimizdek, ikkita tovush bo'ladi. Run, running, swim, swimming. Agar oxirgi qismi i bilan tugasa, bu endi y ga aylanib ketadi. Lie, lying. Ko'rishingiz mumkin, ya'ni o'zbek tilida aytadigan bo'lsak, i va tovushlari y ga aylanib ketyapti, ya'ni y ga aylanib ketyapti. Mana bu ekraningizda ko'rib turganingiz misollar berilgan. Albatta har birini o'qib ko'ring. Sababi men hammasini o'qib chiqadigan bo'lsam, qaysidir ma'noda bu zerikarli bo'lishi mumkin. Va yana bitta narsani aytib o'tay, bu yerdagi mana shu qo'llanilayotgan slaydni kanalimizga joylab qo'yaman. Kanalda linkini bo'lsa, videoning uzoq qismidan topishingiz mumkin bo'ladi. Bir ikkita namunalar o'qiyman. O'sha bilan tugasa make, making, write, writing, take, taking, smiling, stop, stopping, getting, cutting va oxirgi tovushlari ikkita bo'lyapti. Mana bu yerga e'tibor bering. Lekin istisno holatlarni ham albatta o'qing. Masalan, see, agree, be bo'lsa, bilan tugagan bilan o'zgarmayapti bu narsalar. Ikkita unli bo'lgan bilan o'zgarmaydiganlar ham o'zgarmaydi ekan. Masalan, reading, meeting bir bog'li bo'lsa ham. bilan tugaydiganlar ana lying, dying, tying va boshqalar. Qachon ishlatishimiz mumkin? Boya aytib o'tgandek, hozir ayni vaqtda sodir bo'layotgan ish harakatlar. Now, it's a moment, right now, ya'ni aynan hozir degan ma'noni bildiradi. Mana bu videodan ham ko'rishingiz mumkin. Agar yaxshilab e'tibor bersangiz, o'sha hozir bo'layotgan ma'nosini bildiryapti. Ikkinchisi bu vaqtinchalik holatlar. Ya'ni shu kunlarda, yaqinda, ya'ni aynan hozir bo'lmaydi, shu kunlarda bo'lyapti. Masalan, these days I'm reading a book by Shakespeare. Men shu kunlarda Shakespeare tomonidan yozilgan bir kitob o'qiyapman. Shakespeare'niki bo'lgan, Shakespeare'dan yozilgan demoqchi. Bu harakat nisbatan tarjimasi bilan eslab qo'ysak bo'ladi. Ko'pincha badiiy o'zbek tilida aytadigan bo'lsak, yapti qo'shimchasi qo'shiladi. Qilyapti, boryapti, shunaqa bo'lyapti, shunga o'xshashroq. Keyingisi o'zgarayotgan va o'sib borayotgan vaziyatlar deyiladi. Ya'ni bu o'zgaruvchan harakat ham deb aytiladi. Get va become bilan ko'proq ishlatiladi. Va borgan sari degan ma'no seziladi. Masalan, borgan sari kunlar isib ketyapti yoki bo'lmasa salqinlashyapti yoki bir nima bo'lyapti yoki borgan sari ingliz tiliga qiziquvchilar soni oshib boryapti. Bu nimaga o'xshaydi? Buni keyinchalik imtihonda ishlatilishini ko'rsatib o'taman. Bu ko'proq o'sha IELTS writingda ishlatishimiz mumkin yoki speakingda ham ishlatishimiz mumkin. Bu albatta bitta bo'limda yo bitta narsada emas, ko'proq o'sha tendensiyada ishlatiladigan. Yaqin kelajak rejalari. Bu yerda o'sha odamlarning yaqin kelajakka nisbatan allaqachon rejalashtirib qo'ygan ish harakatlariga nisbatan ishlatishimiz mumkin ekan. Masalan, tomorrow, tonight shunga o'xshash so'zlar bilan ishlatiladigan. Masalan, tomorrow we are visiting to my grandpa. Tomorrow we are visiting grandpa. Biz o'sha bobomlarga boryapmiz. Always, constantly bilan shikoyat va norozilik, annoying habit deyiladi kitoblarda. Ko'pincha shu always, constant ikkovi ham har doim degan ma'noni bildiradi. Bu yerda emotsionallik seziladi. Bu bilsak, eslolsak, always present simple bilan ham ishlatiladi. Lekin bu yerda present continuous bilan ishlatilyapti. Sababi bu yerda
emotsionallik bildiradi. Bunga misol qilib aytishimiz mumkin. Aytaylik, kimnidir har doim takroriy ravishda qilayotgan bizga yoqmaydigan ishi. Masalan, bir qaysidir o'rtog'imiz doimiy bizdan nimadir qarz oladi-yu, qaytarib bermaydi. Sen har doim mendan qarz olyapsan, lekin qaytarib bermayapsan. Qachon to'xtatasan bu narsani, masalan? Mana shunaqa holatda present continuousda ishlatsak bo'ladi. You are always borrowing me some money, but you are not giving it to back. Ya'ni u narsani qaytarib bermayapsan. Giving it back. Yo'q, qaytarib bermayapsan. Gapimda ozgina nima deydi? Qo'shimchalar xato bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin taxminan shunaqa. Rasmiy tadbirlar bu narsalarga e'tibor bermasak ham bo'ladi, lekin mana shunaqa ishlatishlar bor. Hozir sodir bo'layotgan harakatlar. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin so'zlar, albatta tarjimalar bilan berilgan o'qib olamiz. Bu yerda ko'pini aytib o'tdim. Currently hozirda, at present hozirgi vaqtda. Demak, bularning hammasi ayni damda gapirayotgan vaqtimiz, ya'ni it's a speaking of time. Ya'ni gapirayotgan paytimizda bo'layotgan harakatlar. I'm writing an email right now. Men ayni hozir email yozyapman. She's talking on the phone at the moment. U hozir telefonda gaplashyapti. Look, it's snowing. Qarang, qor yog'yapti. Bular hammasi aynan biz gapirayotgan paytimizda sodir bo'layotgandek eshitiladi. Keyingisi bu vaqtinchalik holatlar. Bunga ham ancha-muncha misol ko'rdik-ku, lekin keling yana aniqroq misollar bilan ko'ramiz. Qisqa vaqt davom etadigan holatlar bo'ldi ko'proq. I am living with my parents this month. Men bu oy ota-onam bilan yashayapman. Bu endi ko'proq o'sha Amerika yoki chet el hayoti tushunilyapti. Bilsangiz, ularda alohida yashashadi ko'proq farzandlar. She is working at a cafe for the summer. Bu yozda, yoz uchun bu yozda yoki bo'lmasa o'sha kafeda ishlayapti. He is using my computer because his is broken. Uning kompyuteri buzilgani uchun menikidan foydalanyapti. Bu yerda endi ozgina yozishda xatolik ketgan. I live in Tashkent. Men bu yerda present simple bilan present continuousda farqlanishiga bo'lyapti. E'tibor bering. I live in Tashkent. Demak, bu doimiy. I am living in Tashkent this year. Vaqtinchalik, ya'ni bu yil, faqatgina bu yil men Toshkentda yashayapman. Ya'ni keyingi yil boshqa joyda yashaydi. O'zgarayotgan vaziyatlar. Asta-sekin o'zgarib yoki o'sib boruvchi, boya bu narsani endi aytgandek, yana ham aniqlashtirishga harakat qilaman. Bu yerda ko'proq qaysi fe'llar keladi? Get, become, increase, decrease, improve, change, grow, rise, fall. Ammo bular hammasi emas. Balki bundan boshqa fe'llar ham kelishi mumkin. Lekin mana shularga o'xshagan ma'noda ishlatiladi. Getting. Bu yerda oshib borishni bildiradi. Ya'ni bo'lyapti, shunaqa borgan sari nimadir bo'lib boryapti. Becoming bo'lib boryapti. Increasing o'sib boryapti. Decreasing kamayyapti. Improving o'sib boryapti, yaxshilanyapti. Changing o'zgaryapti. Growing, rise o'sib borish, bu ham fall qulash, pasayish. The weather is getting colder. Ob-havo sovuqlashyapti. Prices are increasing. Narxlar oshyapti. My English is improving. Meni ingliz tilim yaxshilanyapti. Technology is changing rapidly. Texnologiya tez o'zgaryapti. Bu qismi IELTS writing uchun juda muhim. Chunki ko'p qismlarda biz ana shunday present continuousdan foydalanish orqali qanaqadir o'zgarishlarni ifodalashimiz mumkin bo'ladi ekan. Yaqin kelajak rejalari, bu narsani boya aytib o'tdim. Ko'proq qaysi so'zlar bilan ishlatiladi? Tonight, tomorrow, this evening, next month, next Monday, next Monday yoki on Monday. I'm meeting my friend tomorrow. Men ertaga do'stim bilan uchrashaman yoki uchrashyapman desak to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni we're going to the cinema tonight. Bugun biz kechqurun kinoga boryapmiz. Allaqachon demak tushunishimiz mumkin. Allaqachon kino uchun chipta olingan yoki bo'lmasa suhbatlashgan, kimlar boradi, shunga o'xshash ma'lumotlar. Ya'ni gapdan aniq tushunishimiz mumkin. She's flying to Dubai next week. U kelasi hafta Dubayga uchib ketyapti yoki Dubayga uchadi. Demak, tushunishimiz mumkin, chipta olib bo'lingan. Bu aniq reja yoki kelishuv bo'lishi shart. Oddiy niyat emas. Oddiy niyat bo'lsa, bu narsani alohida o'tamiz. Be going to ishlatiladi, ya'ni moqchi ma'nosida.
always constantly bilan shikoyat ma'nosi. Bu bezovtalanish bildiradi. Mana bu emojiga qarab ham esib qo'ysak, smaylik desak ham bo'ladi. He's always complaining about everything. U har doim hamma narsa haqida shikoyat qiladi. Bezovtalanish bo'lyapti bu yerda. You're constantly checking your phone. Siz tinmay telefoningizni tekshiryapsiz yoki sen doim telefoningni tekshirib turyapsan yoki endi tekshirib turyapsan desak o'xshamaydi, tekshirib turasan. Bu yerda yoqmayotganligi, xafaligi. She is forever losing her keys. U har doim kalitini yo'qotyapti. Demak, bu yerda tanqid. Ko'proq tanqid, xafalik, bezovtalik ma'nosini bildiryapti. Present simple'da farqi bu fakt har doim bo'ladi. Ya'ni bu yerda shikoyat qilish haqida unchalik o'xshamasligi mumkin, lekin ikkinchisida, ya'ni present continuous'da ko'proq emotsiya, ya'ni odamning hissiyotlari qo'shilishi tushuniladi ekan. Hayotiy qo'llanishlardan bittasi bu telefon suhbatlari. Bu mana bu rasmda aynan mos tushish uchun qo'ydim, ya'ni ko'proq esingizda qoladi. What are you doing? Nima qilyapsan? I'm just watching TV. Men shunchaki televizor tomosha qilyapman. I'm cooking dinner at the moment. Men ovqat pishiryapman ayni paytda. I'm working home from work. Men ishdan uyga ketyapman. Nothing much. I'm relaxing at home. Deyarli hech gap yo'q yoki hech narsa, uyda dam olyapman. I'm studying for my exam. Men imtihonimga tayyorlanyapman. Bu aynan mana shunaqa ishlatilishi keng tarqalganlardan bittasi. Sababi biz hayotimizda deyarli har kuni telefonda gaplashamiz. Har kuni kimgadir nimadir qilayotganimizni aytishimiz mumkin bo'ladi. Mana shunaqa ishlatilishda biz o'sha kerakli fe'lni aniqlaymiz yoki yodlagan bo'lsak, o'shalarda hayotimizda ishlatishimizga to'g'ri keladigan bo'ldi. Rasmlarda tasvirlash. Bu qismini IELTS Speaking Part 2 da ham ishlatishimiz mumkin. Albatta, mos ravishda, agar so'ralsa. In this photo, I'm standing in front of the Eiffel Tower. Men bu rasmda Eiffel minorasi oldida turibman. My sister is wearing a blue dress. Opam ko'k ko'ylak kiyib turibdi. Ya'ni hozir bo'layotgan narsalar emas. We are smiling at the camera. Biz kameraga tabassum qilyapmiz. To'g'ri, lekin bu yerda rasm allaqachon oldin tushirilgan, lekin tasvirlash uchun ishlatilyapti. The sun is setting behind us. Quyosh orqamizda botmoqda va boshqalar. Hozirgi moment, ya'ni hozirgi payt tasvirlanadi yoki bo'lmasa mana bu bolani tasvirlab ko'ramiz. Keling. This boy, ya'ni bu bola is, ya'ni chunki boy is playing basketball. Basketbol o'ynayapti. IELTS va multi-level speakingda ishlatilishi. Bu o'sha birinchisi interview shaklida bo'ladigan speaking part 1. Are you working or studying? Ishlaysizmi, o'qiysizmi? I'm currently working as a software engineer. Men ayni paytda o'sha dasturchi injener tushunyapti, ya'ni qurilma injener deymizmi? Dasturchi tushunadi, software engineer, muhandis. I am studying computer science at university. Men universitetda kompyuter fanlarini o'qiyapman. What are you doing these days? Shu kunlar hozir nima ishlar qilyapsan? Well, I'm working on a big project at my company. We're developing a new mobile application. Yaxshi, men hozir bir kompaniyamizda katta bir loyihada ishlayapman. Biz yangi mobil ilova yaratyapmiz. How is your English course going? Inglizingiz qanaqa ketyapti? Mana shunday ishlatsak bo'ladi. Endi hammasi ham bu yerda imtihonga mos tushmasligi mumkin, lekin taxminan mana shunaqa. IELTS Speaking Part 2 da boya aytib o'tgandek, rasmni tasvirlashimiz mumkin. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Writing Task 1 da ham ishlatilishi mumkin ekan. Mana bu yerda qizil bilan belgilagan orqali ko'rishingiz mumkin. Ma'lumot uchun aytib o'taman, Writing Task 1 da mana bunga o'xshagan diagramma, bar chart, line graph deyiladi yoki bo'lmasa process writing deyiladi va xarita tushishi mumkin, ya'ni map va undan tashqari bir-biriga aralash holatda ham tushishi mumkin. Ularning hammasi mana shunaqa diagram deymiz, ana shu holatda tushadi ekan. Endi umuman olganda hammasi ham ishlatilishi mumkin yoki ishlatilib bo'lmas. Albatta u diagrammaning o'ziga bog'liq, lekin ba'zi mana shunday grafalarda ishlatsak bo'ladi. This graph shows employment trends from 2020 to 2024. Ya'ni bu grafada ko'rsatib beradi ishga olinganlik, ya'ni bandlik
trendi 2020-yildan 2024-yilgacha ko'rinsa bo'ladiki, o'sha ishsizlik doim borgan sari stabilno pasayib boryapti, ya'ni mustahkam pasayib boryapti. Bu ham bitta trendni ko'rsatibdi. Bu degani o'sha chiziq pastga tushib boryapti. Bu endi bar chart bo'lib qolgan, o'zi boshqacharoq bo'lishi kerak edi. Hozir qaysi biridadir bordir, balki qo'ymaydi ekanmiz. Mayli. Mana shunday tushib borishi bo'ladi ekan yoki ko'tarilib borishi. Mana bularni o'qib chiqasiz. Mana bu yerda foydali iboralar berilgan. Shu yerda ta'kidlab o'tishim kerakki, siz video darslarda yoki kitoblarda shunchaki tugatish bilan ko'p narsa o'rgana olmasligingiz mumkin. Qachonki siz u narsani amaliyotda qo'llamaguningizcha. Shuning uchun practice, hamma narsaga practice kerak bo'ladi. Hozir o'rganayotgan qoidalaringiz o'zbek tilida o'rganayotganingiz balkim yaxshidir, balkim yo'q. Lekin albatta bu foydali. O'rganganingizdan so'ng esa ishlatishingiz shart va ana shunda bu sizga to'laqonli 100% natijani olib kelishi mumkin. IELTS writing va multi-levelda o'sha blog post ya'ni o'zgarib, yaqin kelajakda balkim o'zgarib ketmasa, mana shuni holatda ishlatishimiz mumkin. Nowadays more people are choosing to work from home yoki boshqalar mana bu. Ko'proq hozirgi bo'layotgan tendensiyalarni, hozir nima bo'layapti, o'shalarni tasvirlash uchun ishlatsak bo'ladi. Ya'ni gapimizda borgan sari odamlar mana bunday qilyapti, keyin bunaqa bo'lyapti, oshib boryapti, keyin natijada shunaqa bo'lyapti kabilar. Lekin sizga qo'shimcha ma'lumot sifatida aytib o'taman. Faqatgina bitta zamondan foydalanishingiz bu sizni grammatik bilimingizni cheklanganligini ko'rsatib qo'yadi. Shuning uchun har xil turdagi zamonlar va grammatik strukturalardan mos ravishda foydalana olishingiz kerak. Asosiy nuqtalar, ya'ni e'tibor berishimiz kerak va eslab qolishimiz kerak bo'lgan jihatlari. Strukturasi o'sha subject, to be fe'li, verb ing, ing ni qanaqa qo'shilishlari, bilan tugaganda unli undosh, why va boshqalar ishlatilishi va present simple dan farqi. Bu narsani yaxshisi sizni o'zingizga qoldiramiz. Yaxshilab videoni qaytadan ko'ring yoki bo'lmasa eslaganingiz bo'yicha fikrlab ko'ring. Present simple dan nima, present continuous dan nima farqi bo'ldi? Uyga vazifa. Bu albatta o'zingiz uchun 10 ta gap tuzib ko'ramiz. Hozir qilayotgan ishlarimizdan, vaqtinchalik ishlarimizdan, o'zgarayotgan vazifalardan, ya'ni hayotimizda yoki bo'lmasa atrofimizda o'zgarib borayotgan narsalar. Keyingi vazifa bo'lsa bu rasmlarni tasvirlash. Farq yo'q. Qaysidir bir rasmni olamiz. Unda harakatlar jamlangan bo'lishi kerak va o'sha harakatlarda 150 ta so'z bo'ladi. What's happening in the world? Hozirgi dunyoda nimalar bo'lyapti? Bu ozgina qiyin bo'lishi mumkin sizga, lekin albatta yozib, ya'ni essayda qilib yozsangiz bo'ladi. Hozir dunyoda nimalar bo'lyapti? Iloji boricha 200 ta so'z ko'pday tuyulishi mumkin, lekin bu sizga foydadan xoli bo'lmaydi albatta. Keyingisi bu speakingga, ya'ni og'zaki nutqni shakllantirish uchun 3 daqiqalik audio yozamiz, recording qilamiz. Hozirgi hayotimizda ingliz tilida continuous zamonda tasvirlashga harakat qilamiz. Rasmda tasvirlaymiz, 5 ta savol javob qilamiz. Ya'ni qanaqadir o'zimizga savol va javob. Oxirgisi gap tuzib bir-biriga farqlab ko'ramiz. Aniqroq aytadigan bo'lsak, yaxshisi sizlar uchun o'sha gap tuzganimizdan so'ng o'zbekcha gaplarni ingliz tiliga, ingliz gaplarni o'zbek tiliga tarjima qilib ko'ring. Va plus bo'ladi, siz uchun vazifalardan bittasi mana bu testbozor.uz saytidan testlab ko'rish. Ungacha o'zimiz ham tahlil qilib ko'rsatamiz, lekin undan oldin eng ko'p tarqalgan xatolarni ham ko'rsatib o'taman. Shu vaqtgacha masalan 6 yillik va qo'shimchasiga 7 yillik dars o'tayotganimdan beri ko'proq grammatikadan dars o'tganman, ya'ni general English qilganmiz. Ana shundan tushunishim mumkin, o'quvchilarning ko'pchiligida mana shu ikkita xato juda ham ko'p takrorlanadi. Qaysi bir o'quvchilar to be fe'lni tushirib qoldirsa, qaysi birlardir mana bunaqa holatda gap tuzadi. Va o'ylashadiki, to be fe'lni hamma gapga qo'shish kerak deb o'ylashadi.
va bu xato. To be fe'li e'tiborli bo'ling, present continuousda ishlatilishi mumkin yoki fe'l bo'lmagan gaplarda ot kesim vazifasini bajarishda. Ya'ni biror narsaning nimaligi, qanaqaligi, biror bir odamning qanaqaligi va kimligini, ya'ni sifatlarini va shaxsini ifodalash uchun ishlasak bo'ladi. Kasbini aytishimiz mumkin, ismini aytishimiz mumkin, yoshini aytishimiz mumkin, rangini aytishimiz mumkin va boshqalar. Ammo tushirib qoldirmasligimiz kerak bo'lgan narsalardan bittasi bu to be fe'li present continuous zamonda. I learning English go'yo eshitilishidan to'g'ri, ammo xato. I'm learning English. Bunda to'g'ri bo'ladi. Lekin shu yerda bitta narsa aniq nazarda tutib aytishimiz kerak. Gapning ma'nosi birinchi o'rinda turadi. Agarda sizga to'satdan gapirish kerak bo'lsa, siz xayolingiz butun boshli grammatik qoidalar bilan band bo'lsa, siz hech qachon gapira olmaysiz. Iloji boricha tezroq ma'no kasb etish uchun ingliz tilida gapirishga harakat qiling. Balkim to'g'ridir, balkim xato. Muhimi odamlar tushunsa bo'ladi. Bu shuni anglatadiki, grammatikadagi xatolar har doim ham muhim emas, lekin xatolarsiz gapirsak bu yaxshi. Demak, ma'no muhim, ammo imtihonga borib speakingda IELTSda masalan o'zimizdan o'zimiz har tomonlama qochib ketaversak, xatolar bilan balkim ba'zida u grammatikani noto'g'ri qo'llashimiz bilan yoki zamonlarni boshqacha aytib qo'yishimiz bilan gapning yoki biz anglatmoqchi bo'lgan fikrning mazmuni o'zgarib ketishi mumkin. Shuning uchun ehtiyotkor ham bo'lgan yaxshi.